Bugungi suhbatdoshim Durdona Rahimova, Toshkent shahar hokimi o'rinbosari. Siz lekin va'da bergandingiz, ish yuzasidan savol bo'lmaydi, lekin harakat qilaman. O'zingiz qilasizmi kechki Albatta, har kuni? Mana shu mahallamdagi ayollar menga o'qib shahar olib berarmiding deyishardi. Sulolamizda eng kech turmushga chiqqan hisoblanaman, rekord qo'yganman 25 yoshimda, chunki qizlarni odatda 20-21 yoshdan kechiktirishmaydi turmushga chiqarishni. Toshkentlik ota-ona viloyatga shu kelinni orqasidan borishni xohlamaydi yoki umuman viloyatlik kelinni olishni xohlamaydi. Bugun Toshkent shahrining eski shahar qismida baribir saqlanyapti bu narsa. Chunki tub aholi, tub toshkentliklar baribir. Umuman siz o'zingiz qanaqa kelin bo'lgansiz? Va umuman ishlaydigan kelinlarga sizni oilangizda qanaqa munosabat qilishadi? Uyni eplasang deyishadi, ishla deyishadi. Menimcha bu hammani oldiga qo'yilgan talab. Turmush o'rtog'im bilan doim birgalikda rivojlanishni xohlaymiz. Agar shu yerda erkak kishi bo'lganda eplagan bo'larmidi deysan-da, tumanlarni zam hokimligiga qiz bola qo'yaylik, ayol kishi qo'yaylik desam, kerak emas deyishadi. Nega desam, kechqurun uni qanaqa qilib men bezovta qilaman? Vaqting yetib yetmasdan yashashing ham baxt. Nimagaki eng baxtsizlik bu bekorchilik deb o'ylayman. Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz poytaxtning muammolarini hal qiladi, qarorlar qabul qiladi va ularning bo'sh vaqtlarini topish juda ham qiyin. Lekin biz ularni amaldor sifatida emas, yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi kelin, mehribon ona sifatida kashf etmoqchimiz. Bugungi suhbatdoshim Durdona Rahimova, Toshkent shahar hokimi o'rinbosari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Durdona opa, xush kelibsiz. Juda ham xursand bo'ldik studiyamizda ko'rib va bo'sh vaqtingizni topganimizdan ham juda ham xursand bo'ldik. Rahmat. Eng oddiy savoldan boshlamoqchiman podkastni. Bugun kun davomida qanaqa qarorlar qabul qildingiz, qanaqa loyihalar ustida ishladingiz va hozir podkastdan keyin uyga borib yana sizni nimalar kutyapti? Rahmat. Siz lekin va'da bergandingiz, ish yuzasidan savol bo'lmaydi, lekin harakat qilaman ish yuzasidan javoblarni berishga. Bugun yaxshi bitta loyiha ustida muhokamada bo'ldik, ishladik. Bu hospis. Toshkent shahrida xabaringiz bor. Ilk marotaba, demak, onkologik kasallikka chalingan bemorlarimizni qabul qiladigan taskin markazi. Bugun katta jamoa bilan muhokamasida bo'ldik. Uyda sizni nimalar kutyapti bugun? Uyda kechki ovqat va albatta farzandlarimiz bilan o'yin kulgi. O'zingiz qilasizmi kechki ovqat? Albatta. Har kuni emas, lekin kechki ovqatni qilish majburiyatini olganim sababi, chunki farzandlarimga ko'proq shu vositalar, shu instrumentlar bilan onalik mehrini ko'rsatishga harakat qilaman, chunki vaqt o'tib ketyapti. Eng qo'rqinchlisi men uchun shu bolalikning eng barvaqt davrida mana shu mehrni uzib qo'yish, yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Shuning uchun kechqurun albatta ertalabki nonushtani va kechki ovqatni o'zim qilishga harakat qilaman. Durdona opa, bilasizmi, biz 2026-yilda yashayapmiz, lekin haligacha bizni jamiyatimizda qiz bola o'qib shahar olib beradimi? Qiz bolaga o'qish nima kerak? Karyera nimaga kerak? Birinchi navbatda oila degan stereotiplar haligacha bor. Esimda o'tgan yili prezidentimiz siz tug'ilib katta bo'lgan mahallaga tashrif buyurganlarida, siz o'sha mahallada obodonlashtirish ishlariga o'zingiz boshchilik qilgansiz va o'shanda aytgandingiz, mana shu mahallamdagi ayollar menga o'qib shahar olib berarmiding deyishardi. Mana olib berdim shahar, mana o'zim obod qildim shu o'zim yashayotgan mahallani, bir tashlandiq joyida chiroyli park bo'ldi mana deganingiz esimda. Siz hayotingiz davomida juda ko'p shunaqa stereotiplarga, shunaqa fikrlarga duch kelgansiz. Qanday qilib bu muhitdan yorib chiqib Toshkent shahar hokimi darajasigacha yetdingiz? Toshkent shahar hokimi o'rinbosari darajasigacha. Toshkent shahar hokimi o'rinbosari darajasi. Yaxshi niyat. Demak, men o'zim umuman sulolamizda eng kech turmushga chiqqan hisoblanaman, rekord qo'yganman 25 yoshimda, chunki qizlarni odatda 20-21 yoshdan kechiktirishmaydi turmushga chiqarishni. Shunda demak 25 yoshgacha juda katta bosim bo'lgan ota-onamga, ayniqsa onamga. Demak, nima qilasiz, turmushga bering, nima qiladi bu, nimaga yuribdi, nimaga shahar olib beradimi o'qib kim bo'ladi, yoki bo'lmasa aytaylik ishlagandachi bitta o'qituvchi bo'lish kerak, yoki bo'lmasa bitta shifokor bo'lish kerak. Bu oilamizdagi eng ayollarga, qizlarga xos bo'lgan, menimcha hamma oilada ham shunaqa bosimlar ko'p bo'lgan. Lekin shu o'qib shahar olib berarmidi degan
aniq esimda shu so'z ko'proq urfda edi. O'qib shahar olib beradimi degan. Va hozir men aytaman, hurmatli prezidentimizni islohotlarida ishtirok etarkanmiz, ijrosini qilarkanmiz. Shu Oqtepa mahallasida, Sohilbo'yi mahallasida katta obodonlashtirish ishlari bo'ldi, amalga oshirildi va o'sha yerda shahar hokimi hamma o'rinbosarlarni shu tashrif jarayonida lokatsiyalarga, hududlarga biriktiradilar. Mana shu hududlarga biriktirganlarida men shu Oqtepaga tushdim, Sohilbo'yiga tushdim va o'shanda mahalladoshlarimiz hammasi xursand bo'lishdi, kelishdi, tabriklashdi va albatta o'sha yerda tashkilotchilik ishlarimiz uchun hayron qolishdiki, xuddi uni men qilgandek bo'ldim. Ya'ni xuddi uni men taqdim etgandek bo'lib qoldim mahalladoshlarga. Tepasi o'zi aslida davlat mablag'lari hisobidan prezidentimizni bugun Toshkent shahriga aynan infrastrukturasiga ajratayotgan mablag'lari hisobidan bo'layotgan ishda ishtirok etganimni o'zi ham ancha katta g'urur, faxr berdi. Keyin hazillashib shu aytardimki, mana sizlarga shahar derdim. U bir qorong'i joy edi va albatta ko'rimsiz joy edi va bugun ko'rib turganingizdek juda katta xiyobonga aylandi. Juda ko'p aholi aylanadi u yerda, yorug', shinam, ayniqsa xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlarimiz u yerda ko'paydi va hozir aynan aholi gavjum joyga aylandi. Shundan xursandman shu yerda ishtirok etganimdan. Menimcha o'sha dasturga kiritishda ham o'zingiz boshqacha bo'lgan bo'lsangiz kerak. Tezroq shu ishlarni bitirishda. Dasturlarga kiritishda bilasizmi nima? Bugun faxrlanadigan jihatimiz shundaki, bugun shu imkoniyat berilganidan xursandmanki, maktablarimiz, bog'chalarimiz, aynan poliklinikalarimiz, ijtimoiy soha obyektlarini bugun infratuzilmani obyektlarini yaxshilash bo'yicha investitsion har yili dastur qabul qilinadi. Mana shu dasturga ro'yxat shakllantirayotganimizda biz tahlil qilamiz. Va qaysi mahallaga aynan maktab kerak, qaysi joyga, hududga ko'p navbat bog'cha yoshidagi bolalar navbati ko'p. Mana shu jarayonlarni biza tahlil qilishda asosiy muvofiqlashtirishni amalga oshiramiz va biz uni Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga taqdim etamiz. Shunda xursand bo'lamizki, biz 1 yil o'tib oradan qurilish ta'mirlash ishlari yakunlanib borganimizdan keyin mahalla aholisi yurtboshimiz bilan birgalikda bizni ham duo qiladi. Ya'niki rahmat, maktab qurib berganinglar, bog'cha qurib berganinglar uchun deb. Bundan ortiq nima desam ekan, ishdan faxr yo'q. Shu qo'shnilaringiz hozir nima deyishadi? Shu ishni tanlaganingni, hozir qo'shnilarim aytishadiki, mahalladoshlarim aytishadiki, bog'cha, maktab qurilishi bo'yicha ham takliflar berishadi. O'sha payti menga aytishadiki, nima qilsam qizim deydi, anaqa senga o'xshab deydi, shahardagi shunaqa asosiy faol ishlarda, qurilish ishlarida, ijtimoiy ishlarda umuman faol ishtirok etadi deyishadi. Men o'ylaymanki, shunaqa bir keyslar kerakki, oilalarga, aholiga, nimagaki, ayollar uchun eng muhimi bu namuna. Namuna kerakki, qizlarni ko'proq tavsiya qilishga so'rashadi. Mendan so'rashadigani hozir asosan nima qilsak, senga o'xshab safarlarga boradi, senga o'xshab, demak, shunaqa katta ishlarda ishtirok etadi deb so'rashganda, o'zimdan o'zim faxrlanaman albatta. Xursand bo'lamiz. Nimagaki, yaxshi ham shu yo'ldan qaytmagan ekanmiz. Yaxshi ham shu o'z vaqtida bosimlarga uchrab sinmagan ekanmiz. Yaxshi ham ota-onangiz o'sha paytda shu qo'shnilarga quloq solishmagan ekan. Yaxshi ham ota-onam deyman, shu bosimlarga chidashgan ekan va kutishgan ekan deb hisoblayman. Durdona opa, siz yoshlar bilan juda ham ko'p ishlaysiz. Bugungi kunda masalan karyera qilaman, o'qiyman degan Toshkentda o'zini o'rnini topmoqchi bo'lgan viloyatlik qiz bilan poytaxtlik qizning imkoniyatlari orasida qanchalik farq bor? Poytaxt yashovchisi bilan poytaxtga kelib yashaydigan har qanday fuqaro o'rtasida bu farq, bu qiyinchilik bo'lishi tabiiy. Negaki poytaxtning o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Poytaxt hammani ham bag'rida olib qola olmaydi. Agar oddiyroq tilda gapiradigan bo'lsam, poytaxt faqatgina izlanganniki, poytaxt faqatgina o'z ustida ishlaganniki, mehnat qilganniki, faqat poytaxtda
xususiy sektor bo'ladimi, davlat sektori bo'ladimi, nodavlat sektor bo'ladimi, u hammaga bugun ishchan, kreativ va shu bilan birgalikda sarmoya keltiradigan kadrlar kerak. Shu uchun men o'ylaymanki, bugun qiymatini o'sishi qizlarimizni, aynan hududdan kelgan qizlarimizni qiymatini o'sishi til bilishida, zamonaviy texnologiyalarni qo'llashida, shu bilan birgalikda O'zbekiston darajasida emas, Toshkent darajasida emas, dunyo darajasida fikrlay olishida, qobiliyatida. Lekin bugungi kunda bilasizmi, eng asosiy muammo qizlarimizni ya'ni shu qiyinchiligini yechadigan muammo hal bo'lganligi quvontiradi. Bu propiska muammosi. Propiska muammosi yo'q bo'ldiki, bugun har qanday Qoraqalpoqdagi qizimiz bo'ladimi, Andijondagi qizimiz bo'ladimi, Jizzaxdagi qizimiz, Qashqadaryo, Surxondaryodagi qizimizmi, har qanday qizimiz bugun poytaxtlikmi, hududlikmi farqi yo'q, o'zini imkoniyatini har qaysi kompaniyada, davlat boshqaruv organlarida sinab ko'rish imkoniyatiga ega. Sohasini ustasi bo'lsa yetadi. Sohasini ustasi bo'lishi yetarli bo'ldi. Bu faqatgina davlat xizmatchilariga yoki qanaqadir xizmatchilarga nisbatan aytilmayapti. Bu hunar egasiga nisbatan ham. Yaxshi stilist, bu yaxshi kosmetolog, bu Toshkentda misol uchun hududiga qarab kelib chiqmaydi. U poytaxtlik kosmetolog bo'lishi yoki viloyatlik kosmetolog bo'lishidan qat'iy nazar. Shunga men aytamanki, bugun poytaxtlik qizlarni ham o'z navbatida eng katta oldidagi turgan chaqiruvlardan bittasi bu poytaxtda yashasakda, poytaxtda agar innovatsiya yoki texnologiya shahrida yashasakda, demak poytaxt qizlari ham teng baravar harakat qilish kerak. Kecha qizlar bilan gaplashganda bitta muammoni yana shu mavzuda eshitib qoldim. Bilasizmi, viloyatdan kelib Toshkentda ishlab, o'qib, mana 10-15 yildan beri yashayotgan qizlari bor, ular shu yerda karyera qilyapti va tabiiyki, kamida shu toshkentlik bir yigitni yoqtirib, sevib qoladi. Bizda muammo shundaki, hozir masalan toshkentlik yigitning ota-onasi viloyatlik qizning ota-onasini oldiga sovchi bo'lib borishga, viloyatga borishga juda ham erinar ekanda. Ko'pincha shunaqa yoshlar o'rtasida shunaqa sevgi mojarolar kelib chiqar ekan. Masalan, toshkentlik ota-ona viloyatga shu kelinni orqasidan borishni xohlamaydi yoki umuman viloyatlik kelinni olishni xohlamaydi. Shu masalalarga sizning munosabatingiz juda ham qiziq. Juda ham nozik masala. Bu hozir paydo bo'lgan masala emas. Bu bilasiz, juda ham biz bolaligimizdan beri esimizda tanibmizki, bu masalalar shu qarashlarimizga borib taqaladi. Bugun avvalgiday emas lekin. Bugun bilasizmi, yosh avlod avvalgiday ko'nikuvchan emas. Hozirgi yoshlar, men aytmagan bo'lardim, xo'p deb, demak o'sha bir umrlik hamrohini tanlashda kimnidir qaysidir tashqi omillarga qarab nima qilishini. Baribir hozirgi yoshlarda pozitsiya shakllanyapti. Hozirgi yoshlarda xohish, ishtiyoq, o'zini demak shu ichki tuyg'ulari bilan hisoblashish degan. Va shu bilan birgalikda bilasizmi, eng qiziq jihati nima? Ota-ona ham moslashyapti. Juda ko'p tendensiyaga duch kelamizki, oilalar bilan ishlayotganda, ayniqsa bugun mana ajrimlar bilan ishlayotgan paytlarimiz bo'ladi, muloqot qilayotgan paytimiz bo'ladi yoki yoshlar masalasi bo'yicha muloqot qilayotgan paytimizda aynan poytaxtliklar va hududdan kelgan qizlar yoki yigitlar o'rtasida nikoh bo'lgan bo'ladi, turmush bo'lgan bo'ladi, ya'ni oila qurishgan bo'lishadi. Oilasidagi bugun kelib chiqqan maishiy muammolar sabab shu gapirib qolishadi. Shuni tarixini so'raganimizda ota-onalar ko'ngan. Yaqin 2-3 yil haqidagi gap bu. Asosan bugun markaziy tumanlarimizda deyarli yo'qolib ketgan bu stereotiplar, ya'ni viloyatlik, poytaxtlik degan tushunchalar, turmush qurmaydi yoki bo'lmaydi degan tushunchalar asosan bugun Toshkent shahrining eski shahar qismida baribir saqlanyapti bu narsa. Chunki tub aholi, tub toshkentliklar baribir eski shahar qismida joylashgan va ularda o'ziga xos, o'ziga yarasha an'analar saqlangan deylik. Bu an'analarga ular sodiqlik sifatida ham aynan mana shu nimani tanlashadi deylik, bir qat'iy pozitsiyani tanlashsa kerak deb o'ylayman.
umuman siz o'zingiz qanaqa kelin bo'lgansiz va umuman ishlaydigan kelinlarga sizni oilangizda qanaqa munosabat qilishadi? Sizga havas qiladigan, karyera qilishni, kelajakda shu jamiyatga foyda tegadigan biror bir kasb egallashni xohlagan qizlar oilada o'zini qanaqa tutish kerak? Qanaqa qaynona qaynotani mehrini qozonish kerak? Ishlaydigan kelinlarga albatta talab kuchli. Nimagaki ishlaydigan kelinlar oldiga bitta talab qo'yiladi hammani oldiga. Ishlaydigan kelinlarning oldiga uyni eplasang deyishadi, keyin ishla deyishadi. Menimcha bu hammani oldiga qo'yilgan talab. Chunki ayol kishini nima desam ekan, bugun ishdan tashqari mana hozirgi zamonning ayollari, kelinlarini ishsiz ham baxtli qila olmaysiz, oilasiz ham baxtli qila olmaysiz. Ham ish, ham oila bilan baxtli ayollar deb o'ylayman, kelinlar deb o'ylayman. Va bugun bilasizmi nima, kelinlik borasida aytsam, kelin bo'lib tushganimda mani qaynisinglim bog'cha tarbiyachisi edilar. Va shu bog'cha tarbiyachisi sifatida bizda ham shu kelin bo'lib tushgan oilamizda ayollar uchun 3 ta kasb bor. Ya'ni o'qituvchilik, bu shifokorlik va hamshiralik yoki shu bog'chada ishlash kasblari. Va men shu kasbda qaynisinglim xohlamadi davom ettirishni va shu havas qildiki, sizga o'xshab ishlayman dedi. Keyin o'qidi. Kirib boshqa ikkinchi mutaxassislikda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qidi va hozir xursandman, nimagaki shu davlat sektorida ish boshladi xizmat sifatida. Bunga u qizni qaynona qaynotasi qanaqa munosabat bilan, sizni qaynona qaynotangiz qanaqa munosabat bildirishgan? Mani qaynona qaynotamda immunitet bor edi, chunki oilalarida shu ishlaydigan kelinga o'rganib bo'lishgan edi. Shuning uchun unaqa qarshilik bo'lmadi, lekin qaynisinglim qaynona qaynotasi juda ham zamonaviy, juda ham ko'pni ko'rgan va bugun yangiliklarga ochiq bo'lgan insonlar va ular ruxsat berishdi. Ko'rdingizmi? Imkoniyat bor, qaysidir qizda o'zida qo'rquv bor yoki o'zida qanaqadir chegaralar bo'ladi. Mana shu jarayonda u shu o'zgartira oldi. Sizda qanaqa bo'lgan, masalan, turmushga chiqqaningiz birinchi, ikkinchi yillarda ish bilan oilani qanaqa qilib shu birdaniga balans qilib olgansiz? Qanaqa qilib rejim qilib olgansiz o'zingizga? Turmushga chiqishimdan oldin shu uyga sovchilar kelishganda onam to'liq nima berganlar, men haqimda portret chizib berganlar va xizmat safarlarim yoki aytaylik ish rejimim haqida va shu bilan birga kelajakdagi rejalarim haqida tushuntirib berganlar va ular rozi bo'lishgan. Hamda shu bo'lajak turmush o'rtog'im bilan biz o'tirib ochiqcha gaplashganmiz, ya'ni shu hamma xohishlari haqida gapirgan, ular ham shu aytganlar, shu uydagi ishlarni eplasa masalan bo'lsa kerak deyilgan. Menda ham shunaqa bo'lgan. Shu bilan bilasizmi nima, biz turmush o'rtog'im bilan doim birgalikda rivojlanishni xohlaymiz. Birgalikda rivojlanishni tanlaganmiz yo'lini. Hech kim bir-birisiz o'zi rivojlanishi boshqasi bizga unchalik ham oilamizga zavq bermaydi. Biz birgalikda bolalarimiz ham rivojlanishi kerak. Turmush o'rtog'im ham, men ham shu bilan birgalikda hamma o'zini shu qarorlar qabul qilishida o'rtoqlashish kerak deb shu yo'lni, umumiy yo'lni tanlaganimiz uchun balki men o'ylayman hozir demak shu oilamizni 10 yilligini mana nishonladik yaqinda. Shu uchun ham men o'ylayman balkim mustahkam qanaqadir bosqichlardan o'tdi. To'g'ri, hammada past-balandlik bo'ladi, lekin gap eshitgan kunlarim ham bo'ladi. Tabiiyki, ishda, doim ishda bo'lgan ayol baribir uyda har doim hamma narsa ideal bo'lmaydi. Baribir ovqat kechroq pishadi. Ulgurmaysiz. Ba'zida uy sochilib ketadi. Shunaqa. Ulgurmagan paytlaringiz bo'ladi. Konfliktlar, stresslar o'ziga yarasha boshqa. Lekin eng muhimi sabr. Men o'ylaymanki, ayol kishidagi oila mustahkamligidagi eng muhim narsa bu sabr, iroda. Mana shu sabr, irodani shakllantira olsak qizlarimizda yaxshi bo'ladi. Turdon opa, mana salkam 10 yildan beri rahbar lavozimlarda ishlayapsiz. Toshkent shahar hokimi o'rinbosari sifatida va boshqa vazirlik idoralarida ham ishlab ko'rdingiz.
Bizda yana shunaqa stereotip bor, ko'pincha rahbar ayollarni jiddiy qabul qilishmaydi. Ayollar hissiyotlarga beriladi deyishadi. Ayol rahbarlarni kiyinish uslubidan tortib soch turmagigacha har doim muhokamalar markazida bo'ladi. Ayol rahbarlar agar xarakter ko'rsatadigan bo'lsa, asabiy ekan, fe'li tor ekan deyishadi. Agar shu masalan shu xarakterni erkak kishi ko'rsatsa, mana kuchli, jiddiy lider ekan, yaxshi erkak, yaxshi rahbar kishi ekan deyishadi. Lekin ayollarga nisbatan har doim talablar juda ham qiyin. Siz ish faoliyatingizda shunaqa muammolar bo'lganligi aniq. Qanday bu vaziyatlardan chiqqansiz? Haligacha qanday munosabat bildirishadi ayol rahbarlariga nisbatan? Tabiiyki, tuman hokimlari bilan ishlaysiz va ularning hammasi sizni topshiriqlaringizni bajarishlari shart. Ular qanaqa munosabat bildirishadi? Emotsional qarorlarni qabul qilishdan oldin bitta o'zingiz uchun muhim bo'lgan xulosani har doim yodda tutishga harakat qilaman. Kim bilandir qasdlashib yoki kim bilandir jahl qilib kimgadir siz qaror qabul qilinayotgan qarorlarda ishtirok etayotganingizda siz ko'plab minglab taqdirlarga ta'sir qiladigan ishi tepasida turgan bo'lasiz va haqqingiz yo'qki, davlat idorasi xususiy korxona emaski, xususiy tomorqa emaski, siz emotsional his hayajonga berilib nimanidir yo'q qilish, nimanidir kechiktirish yoki nimanidir umuman demak rad etish haq huquqiga ega emasligingizni tushunib yetgan kuningiz, men o'ylaymanki, u erkak ayol jinsidan qat'iy nazar to'liq ishlab chiqarish jarayonida muvaffaqiyatga erisha boshlaysiz. Va bugun tuman hokimlari bilan bo'ladi, bizda ham boshqarmalar bilan ham konfliktlar bo'ladi, har xil tushunmovchiliklar bo'ladi, lekin buni ish jarayonida qoldiramiz. Bu agar shaxsiy qanaqadir adovatga aylanishi, boshqa qilishi, bu haqiqatda aytganingizdek juda ham zaiflik nuqtai nazariga va ayollikka bog'lashadi buni. Ya'ni siz kim bilandir munosabatingizni, salbiy munosabatlaringizni chuqurlashishi, davom etishi, bu sizni kimnidir erkak deb o'yinda deyishmaydi-da. Bu ayol kishida deyishadi, qani qasdlashadi deyishadi yoki boshqa. Shunga men aytmoqchimanki, ayol kishi faqat o'zi uchun mas'ul emas. Bilasizmi, ayol rahbar o'zidan keyingi qizlarga ham mas'ul. Agar siz shu joyda to'g'ri eplay olmasangiz, lavozimingizni shu joyda siz mas'uliyatli bo'la olmasangiz, keyingi keladigan ayolga, qizga qiyin bo'ladi, qo'yishmaydi. Shunaqa. Chunki aytishadiki, mana bittasini qo'ygandik, eplay olmadim. Nima bo'ldi deyshadi. Shuning uchun erkak kishini mas'uliyatidan kam bajarishingiz kerak emas, mas'uliyat. Yoki o'zimni ichimda ham qiynoq bo'ladi bir xil paytda. Agar shu yerda erkak kishi bo'lganda eplagan bo'larmidi deysan-da. Shunga hozir men o'ylaymanki, ayol kishidagi eng muhim narsaki, biz mana shu joyda egallab turgan har qaysi joyimizda, lavozimimizda bir narsani yodda tutishimiz kerakki, qaror qabul qilishda bu eng birinchi navbatda davlat manfaati, xalq manfaati bo'ldi. Shu manfaat ko'zlansa, ya'ni orqada shuncha odamlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan qaroring haqida o'ylasang, ko'proq ratsional o'ylashga, fikrlashga harakat qilasan. O'ziz ham hokim bo'lib tayinlanishingiz qanaqa bo'lgan? Qanaqa suhbatlardan o'tgansiz? Kim sizni tavsiya qilgan? Qanaqa shu jarayon ham qiziq har doim. Nafaqat qizlarga, balki yigitlarga ham qiziq. O'zi umuman meni lavozimim mana shu Toshkent shahar hokimini yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosarligiga shu bugungi kunga qadar ayol kishi qo'yilmagan. Ya'ni har doim erkaklar egallab kelgan bu lavozimni va esimda bor, 2019-yil 27 dekabr kuni edi. Al-Xorazmiy maktabida demak prezidentimiz bilan yoshlarning uchrashuvi bo'lgan va o'sha yerda prezidentimiz yoshlardan ko'plab fikrlar so'raganlar, muloqot qilganlar. Shunda chiqib fikrlarim bilan o'rtoqlashganman. Bu paytda yoshlar agentligida ishlarmidingiz? Yoshlar ittifoqida ishlardim. Va o'sha paytda fikrlarimizni berganimizda, takliflarimizni berganimizda prezidentimiz aytganlarki, Davlat boshqaruvi akademiyasidagi qizlarning kvotasini ko'paytiraylik. Pastda imtihon topshirishda emas, bizga yengillik, Davlat boshqaruvi akademiyasida imtihon topshirishda yengillik kerak emas, balki pastda
tavsiya qilish tizimi bo'lardi esingizda bo'lsa. Davlat Davlat boshqaruvi tashkilotlari davlat tavsiya qilardi. lekin nimagadir ayol kishini tavsiya qilishmasdi. Chunki o'sha payti endi ko'proq erkaklar perspektivasi o'ylangan edi endi. Bu 2000 nechinchi yilgacha bo'layotgan gap. Chunki o'zim ham shu bosqichdan o'tganman. Shunga men aytganmanki, tavsiya qilishda va kvotada aniq maqsadli ko'rsatkich belgilansin. 30% mi, nechadir foiz bo'lsa ham va unga albatta ayollar kirib o'qisin. Chunki eslayman, Davlat boshqaruvi akademiyasida bitta gruppada bittagina ayol kishi bo'lardi. 29 ta erkak, bittagina qiz bo'lardi, ayol kishi bo'lardi. Shunga shu taklif berganimda prezidentimiz o'sha payt aytganlarki, men hali juda ham ko'plab davlat boshqaruvi tizimiga, parlamentga, ijroga, sud hokimiyatiga juda ham ko'plab men ayollardan, qizlardan hali ko'rasizlar, rahbar ayollar korpusini tayyorlayman va qo'yaman shu deganlarda. Shu hammamizga nima bo'lgan, umid uyg'otgan. Chunki bilasizmi, mehnat yillar davomida mehnat qilasan, lekin eng achinarlisi nima? Baribir erkak kishi o'tishini bilsang, unaqa KPI ga sen intilmaysan. Shunaqa. Ya'ni baribir erkak kishi qo'yiladi-ku bu joyga degan narsani bilsang, ayol kishidagi nima ruhiyat tusha boshlaydi. Rahbar ayollarni shakllantirish yo'nalishidagi qilayotgan ishlarni kichik bir nimasi sifatida aytaman, o'zimni misolimda aytaman, shu lavozimga qo'yildi. Endi bilasizmi nima, bu juda katta risk deb o'ylayman. Chunki davlat uchun bilasizmi, yosh kadr, ayol kutish kerak undan, demak shu hokimiyatda tajribasi yo'q, juda ham ko'p yillar hali u kadr tajriba olishi uchun hamda qanchadir qiymat berish uchun davlatga juda ham katta vaqt kerak, kutish kerak. Investitsiya qimmat investitsiya hisoblanadi. Shuning uchun lekin shuni qildilar prezidentimiz. Bitta meni misolimda emas, bu minglab yoshlar misolida, minglab qizlar, bu ta'lim sohasi bo'ladimi, tibbiyot sohasi bo'ladi. Ko'rib turibsiz hozirgi lavozimda ishlayotgan nimalarni. Shuni amalga oshirganlardan keyin men shu shahar hokimi o'rinbosari bo'lib tayinlandim. Boshida va hozir men o'ylaymanki, baribir hamma narsaga shu sabr kerak ekan. Va har doim aytaman, shu davlat rahbariga ham oson emas. Chunki shuncha yosh kadrni tajriba olib va uni qiymati davlatga qo'shilishini kutish, bilasizmi, qancha qiyinchilik beradi. Lekin shunga qaramasdan bugun shu o'zgarishlarni qilayotganliklariga va shu bilan birgalikda kutayotganliklarini o'zi ham o'ylaymanki, juda katta bir kuch kerak, iroda kerak bunga deb o'ylayman. Bizda ayollar va erkaklar huquqlari haqida gapirganda aytishadi, ayollarni hurmat qilamiz, hammasi joyida deyishadi. Ayollarga hurmat bor, lekin baribir haligacha teng imkoniyatlar yo'q. Xuddi siz aytgandek, ikkita nomzod turgan bo'lsa, bittasi ayol, bittasi erkak bo'lsa, hatto ayol kishini yutuqlari, o'sha imkoniyatlari erkaknikidan ko'proq bo'lsa ham, erkak kishi rahbar lavozimga tayinlanadi har doim. Va nima uchun bizda shu, masalan, qo'rqishadi rahbarlar ayol kishilarni muhim lavozimlarga tayinlashga va qachon bu stereotiplarni, bunaqa qarashlarni yengib o'tamiz? Siz ayollar bilan ishlayotganligingiz aniq, yaxshi rahbar ayollar bilan ishlayapsiz, hamkasblaringiz ancha ko'paydi, davlat boshqaruvida ayollar ko'paydi va qanchalik shu davlat boshqaruvida ayollar ko'paygani tizimni o'zgartirishga, yaxshilashga ta'sir qilyapti. Bilasizmi, Mahliyo, har doim bitta shu gender tengligi borasida, ayollar va erkaklar teng huquqlari borasidagi shu o'qigan ko'p maqolalarimda eng bir muhim jihatini, o'zimga olgan jihatini eslatib o'taman, aytib o'tmoqchiman. Ya'ni bugun davlat boshqaruvi tizimi xuddi xususiy sektorga o'xshab jins tanlamasligi kerak deb o'ylayman. Ya'ni bu ayol kishiligi uchun bu lavozimga qo'yilishi kerak yoki bo'lmasa bu erkak kishiligi uchun bu lavozimga qo'yilishi kerakligi emas, salohiyatga ko'ra qo'yilishi kerak deb o'ylayman. Va bugun ayol kishini majburlab mana shu joyga gender tengligi uchun sifatida ko'rsatilayotgan nomzodligi ham bu noto'g'ri deb hisoblayman. Nimagaki, agar u eplolmasa-chi ertaga qolgan ayol qizlarga ta'sir qiladi deb bu narsa. Yoki bo'lmasa, agar hozirgi joyimizga nomunosib bo'lsak deylik,
bu narsa keyingi salohiyatli qizlarni karyerasiga ozgina to'siq bo'lib qoladida. Shuning uchun men aytamanki, ayol erkakligidan qat'iy nazar salohiyatga qarab qo'yilishi kerak. Lekin erkak kishiga ham ustuvorlik berilishi, kechgacha qoladi, kechgacha ishlaydi. Bu xohlagan payti telefon qilish mumkin. Menga ko'p tuman hokimlari aytishadi. Zam hokimligiga nomzod saralayotganimizda ijtimoiy tumanlarni zam hokimligiga qiz bola qo'yaylik, ayol kishi qo'yaylik desam, kerak emas deyishadi. Nega desam, kechqurun uni qanaqa qilib men bezovta qilaman, kechqurun men qanaqa qilib ishlataman deyishadi. Keyin men aytaman, bizda qachon shu ayol kishi erkak kishiga nisbatan farq yo'qoladi davlat xizmatida. Davlat xizmatida so'kishi mumkin yoki urishishi mumkin yoki Ushalmayman ayol rahbar bo'lsa deyishadi. Ayol rahbar bo'lsa men qanaqa so'kaman deyishadi. Shunga men aytamanki, qachonki shu madaniyatimiz shakllansa, qachonki shu endi hozir oldingidan ko'ra ancha yaxshi bo'lgan, yana ham yaxshilansa, men aytmoqchimanki, shu nimalarimiz, qoidalarimiz, o'zimizga yaratib olgan qoidalarimiz sinsa, ayol kishilarga bemalol bo'ladi. Chunki bilasizmi, ayol kishini otasi, ukasi, akasi tomonidan ham, turmush o'rtog'i tomonidan ham davlat xizmatiga qo'yilmasligini sababi, eng katta sababi yo'q deyishadi. Anaqa kimlardir o'tda so'kinadi yoki kechgacha o'tirishadi. Nima qilasan o'tda deyishadi. Ayniqsa hokimiyatlar tizimi bir qanaqadir qo'rqinchli tashkilotga o'xshab ko'rinadi ayol kishi uchun. O'zi aslida unaqa emas. Hozir yoshlar oqimi katta davlat tashkilotlariga va o'zgaryapti muhit hozir. Fikrlar o'zgaryapti. Kimdadir toqat bor, kimdadir toqatsizlik bor, so'kinishlarga yoki yetaklik har qanday haqoratga yoki boshqaga. Va shunga qarab rahbarlar ham shakllanyapti. Hozir rahbarlar ham o'zini ustida ishlayapti va o'zini tarbiya qilyapti demoqchiman. Men aytmoqchimanki, bu vaqt masalasi. Shu joygacha kelishni o'zi bo'lmadi. Albatta bu o'z navbatida yillar davomida o'tib kelish degani. Va bugun mana shu monopoliya sinib boryapti o'z navbatida va hamma rozi. Ya'ni ayol, erkak kim bo'lishidan qat'iy nazar, demak salohiyatga ko'ra. Ayol rahbarlarda ishxonasida eng yaxshi ayol rahbar bo'lishdan tashqari yana boshqa bosimlar ham bor. U yaxshi turmush o'rtog'i bo'lishi kerak. U qaynona qaynotasi uchun yaxshi kelin bo'lishi kerak, mehribon ona bo'lishi kerak va tabiiyki mana shu ideallik bosimi har doim yelkamizda bosib turadi. Siz bu yo'lda qanaqa harakatlanyapsiz, qanaqa rejimlaringiz bor, qanaqa maslahatlaringiz, o'zingizni life hacklaringiz bor, qanaqa qilib shu hammasini birdaniga bir nechta qayiqni boshini tutib olib boryapsiz? Bitta life hack aytaman, har doim shuni nan kechgan kunimiz men uchun yengil bo'lgan. Ya'ni ideallikdan oila va ish qaysi birini tanlaysan degan savollar charchatib tashlagan va shu savollarni hech qachon bir-biriga yaqin uyqash savollar sifatida ko'rmayman. Oila bu umuman boshqa hudud. Oila bu sani hududing, shaxsiy hududing. Oila bu tashkilot emas, korxona emas. Oila bu ma'lum bir funksiyalaring evaziga haq oladigan qanaqadir ish beruvchi emasda. Oila bu san o'zingni xohishing bilan o'zing mehr berib parvarish qiladigan hududing hisoblanadi. Ish bu ish. Sen ma'lum bir davlatni topshirgan vazifalari hisobiga, bajaradigan funksiyalaring hisobiga haq oladigan joying, ishing bu umuman boshqa. Ikkalasini solishtirmaslikka, ikkalasini qanday eplash yoki ikkalasidan tanlov degan narsalarda umumiy shu tushuncha haqida kechganman. Ya'ni hech qachon bu ikkalasini bir-biriga konkurent sifatida, ya'ni raqib sifatida qo'ymayman. Siz ishlashingiz oilangiz uchun. Oilangizni farovonligi ham, misol uchun oilangizni farovonligi uchun, bolalaringizni kelajagi uchun ham ishlaysiz, ishxonaga borasiz. Lekin faqatgina pul topish uchun ham ishxonaga bormaysizda. Yo'q, rivojlanish uchun. Rivojlanish uchun, jamiyatda o'rningni topishing uchun, oilada farzandlaring faxrlanishi uchun, ota-onang sen bilan faxrlanishi uchun ishxonaga ham asosiy maqsadlaring ham shu bilan bog'liqda. Lekin tabiiyki soat 10 da ishxonada o'tirganingizda vijdoningiz qiynaladi. Voy, hozir ovqat vaqtida pishira olmadim bolalarimga, bolalarim nima qilyapti ekan, turmush o'rtog'im nima qilyapti ekan deb. Qanaqa rejim, qanaqa ishlaysiz? Rejimingiz qanaqa o'zi?
uyda ovqat pishiraman deyapsiz. Qanday ulgurasiz bularga? Rejim har xil, bilasizmi? Hokimlik shunaqa trik joyki, siz aniq rejalar bilan yura olmaysiz. Aniq, misol uchun 1 kunlik, 2 kunlik, 3 kunlik rejalar bilan o'zingizga plan qilib olib, rejalashtirib yura olmaysiz. Sizni kutilmaganda yig'ilish, kutilmaganda demak shu tumanlarga chiqish, tashriflar, muloqotlar, boshqalar kutib turadi va shu jarayonda siz turmush o'rtog'ingizga to'g'ri tushuntirishingiz lozim bo'ladi. Ya'ni eng muhimi bu kommunikatsiya. Men o'ylaymanki, shu muloqotni xalq bilan, atrof muhit bilan qanaqa muloqot qilsangiz, turmush o'rtog'ingiz bilan xuddi shunaqa muloqot qilasiz, sekin yotig'i bilan tushuntirasiz. Sizda yig'ilish cho'zilib qolganligi yoki ish ko'payib ketganligi munosabati bilan. Hozir bilasizmi, eng katta yutug'i zamonaviy kelinlarni, zamonaviy deganimki, bugungi zamonni kelinlarini eng katta yutug'i nima bilasizmi? Bu xizmat ko'rsatish sohasi bizga jonimizga oro kiradigan joy. Nimaga desangiz, hamma joy ovqat, hamma joy yetkazib berish xizmati va bundan to'laqonli oqilona foydalanadiganlar men o'ylaymanki davlat xizmatchilari. O'zi umuman rejimim qanaqa? Kechki payt ishdan bo'shagandan keyin uyga borib ovqat tayyorlash, ovqat tayyorlagandan keyin farzandlarimni darsiga albatta vaqt ajrataman. 4 ta fani bo'ladi. Odatda har kuni shu 4 ta faniga 3 soat, 4 soat o'tiraman. Vaqtim ketadi. Albatta kech-kecha o'tiramiz, lekin shu men o'ylaymanki, shu nimadir farzandlarim uchun qilayotgan eng yaxshi ishimdan bittasi deb o'ylayman. Rejimim shundan iborat va albatta bugungi kundagi eng yaxshi narsadan bittasi, vaqt topa olish muhim bo'lgan narsadan bittasi sport. Sport bilan shug'ullanish men uchun doimiy ravishda ustuvor vazifa. Nimagaki, sport bilan shug'ullanmasang, bugun o'z navbatida shu juda jiddiy kasalliklarni orttirib olish imkoniyating yuqori. Demak, sportga ham vaqtingiz bor. Sportga vaqt topasan, topishim kerak. Nimagaki, haftada 1 marta borsam ham, haftada 2 marta borsam ham harakat qilamanki, shu hech bo'lmasa nimanidir nima desam ekan, qaysidir stressi yoki o'sha emotsiyalarni to'g'ri boshqarishga, negativlaringni chiqarib tashlashga. Shuning uchun ritual shu, oddiy ritual, hammadaga ritual, ovqat, farzandlar, sport bo'lishi mumkin. Qaysi sport bilan shug'ullanasiz? Bo'lmasa fitness zalga borasizmi? Qanaqa sizda? Fitness zalga boraman. Keyin hozir yaxshi bitta yo'nalish chiqqan, padel. Padel tennisga boraman va suzish. Mana shu uchalasidan bittasini tanlab haftada vaqt topgan paytim, asosan bu kechqurun bo'ladi 9 dan keyin. Topgan paytim 11 gacha, 11 da zalim yopiladi. O'sha paytiga oraliqqa oxirgi bo'lib chiqib ketadi. Ulguraman, oxirgi bo'lib chiqib ketaman. O'sha nimadegilar aytadiki, zaldegilar aytadiki, bo'la qoling deyshadi. Paytaman shu topilgan vaqt uchun ham rahmat deb qo'yaman. Lekin baribir shu baxt, bilasizmi? Vaqting yetib yetmasdan yashashing ham baxt. Nimagaki, eng baxtsizlik bu bekorchilik deb o'ylayman. Har kuni nimagadir nafga emas, balki bekorga sarf bo'layotgani, bekorga vaqting ketayotgani bu katta baxtsizlik deb hisoblayman. Shuning uchun vaqt yo'q yoki vaqtim yo'q yoki halovat yo'q deb noligim kelmaydi umuman. Shunaqa noliganlarni ko'rsam gapirgim keladi. Nega noliysizlar? Vaqt yo'qligi bu aslida baxt. Vaqt yo'qligi bu aslida shunchalik jamiyatga, oilaga, demak yoki davlatga kerakliging aslida deb hisoblayman. Keraksiz bo'lishni o'zi bu katta bir qorong'ulik deb hisoblayman. Durdona opa, sizningcha qiz bola uchun eng katta, eng yaxshi kapital nima? Diplommi, kasbmi yoki yaxshi turmush o'rtoqmi? Adam doim aytadilar, qiz bola uchun eng yaxshi kapital bu yengilmas iroda. Har doim nima bo'lishidan qat'iy nazar, qiz bola uchun eng muhimi bu chidamlilik deb o'ylayman. Ya'ni bu stresslarga chidash, qiyinchiliklarga chidash. Buni qanaqa shakllantirish mumkin desangiz, yengilmas irodani bu eng kichkina yoshdan boshlab qizlarni
sport bilan, mehnat tarbiyasi bilan, ruhiy tarbiyasi bilan shug'ullanish, aqliy tarbiyasi bilan shug'ullanish bu qiz boladagi eng muhim shakllanish kerak bo'lgan nima deydi, ko'nikmalar deydi. Mana shu ko'nikmalarni shakllantira olsangiz, pul ham topadi, uy joy ham qiladi, yaxshi turmush o'rtog'i o'zi ham tanlaydi. O'zi ham demak ertaga oila tutumida ko'proq sog'lom bolalarni tarbiyalaydi. Eng asosiysi iroda. Men sinchalik blogida juda ham ko'p rahbar ayollar bilan intervyular qilaman. Qizlar ko'pincha bitta savolni berishadi, ayniqsa davlat tashkilotlarida ishlaydigan qizlar, shu savolni bering albatta deb. Chiroyli kostyum-shimlarni qayerdan olishadi rahbar ayollar deyshadi. Siz Toshkent shahar hokimi o'rinbosari qaysi magazinlardan kiyinadi, qayerlardan olasiz, qanday tanlaysiz kiyimlarni? Men Ozodbek Nazarbekov reklama qiluvdilar-ku. Kostyum keyin anaqa nima edi, raqobat qo'mitasimi, kim edi? Norozi bo'lib chiqishdi-da, keyin anaqa qilishdi, nima edi, Ozodbek Nazarbekovga ogohlantirish berishdi. Mayli, reklama emas bu, tavsiya deymiz qizlarga. Tavsiya. To'g'risini aytsam, men bilamiz, bozorlarda yurishga vaqtingiz yo'q. Bozorda yura olmayman, lekin bitta narsa sirimni ochsam, hamma hayron qoladi, aytsam. Mendagi eng asosiy shu o'z unaqa ko'p ham kiymayman, lekin bor endi bir ikkita kiyimlarim. Shu kiyimlarimni tikuvchim tikadi. Ya'ni chunki vaqt o'zgarishi bilan ayol kishida nimalar, razmerlar, hajmlar o'zgaradi va shu bilan birgalikda ayol kishini eng qiynaydigan muammodan bittasi, endi qizlar podkasti haqida, qizlar muammosi haqida gaplashaylik. Qiynaydigan muammo razmer muammosi. Shunaqa. Va shu razmerda qiynalasan. Kostyum qanaqa razmer bo'lsa, yubka unaqa razmer bo'la olmaydi. Shunaqa. Yubka qanaqa razmer bo'lsa, kostyum unaqa bo'la olmaydi. Keyin shunga tikuvchiga tiktirasan. Tikuvchim juda ham yaxshi biladiki, demak shu chorsudagi yaxshi materialdan olishi kerak va unga qolipda tikish kerakligini juda ham yaxshi mas'uliyat bilan his qiladi va shunga men faqatgina muddat qo'yib beraman. Iltimos, mana shu muddatga, mana shunaqa paytga shu tadbirim bor yoki shu masalam bor, qilib bersangiz deyman. U variantlar tashiydi Telegramda. Shu bilan kiyim tayyor. Misol uchun ko'nglingizdagidek kiyim tayyor. Endi tez holatlarda agar tikuvchisiz kiyim kerak bo'ladigan bo'lsa, oddiy Toshkent shahridagi shu do'konlardan kiyinasan. Endi nima desam ekan, qimmat do'konlarga borib olish imkoniyating bordir, balkim yo'qdir, lekin o'rtamiyona kiyinish juda ham yaxshi ko'raman. Nimagaki, xalqning ichida yurasan. Seziladi sizda kamtarlik uslubingizda, kiyimlaringizda. Xalqning ichida yurasan, xalq kiygan kiyimni kiyasan, nimagaki shu oyligimiz ham shunga demak imkoniyati darajasida va shu bilan birgalikda sen agar kiyimga ruju qo'yadigan bo'lsang yoki bo'lmasa aytaylik tashqi ko'rinishga ruju qo'yadigan bo'lsang, ishga yig'ishtirib qo'yishing kerak. Menga ko'pchilik aytadi, tashqi ko'rinishingizga qarasangiz bo'lmaydimi deyishadi. Keyin aytaman, tashqi ko'rinishimga qarasam ishim qolib ketadi deyman. Aytmoqchimanki, siz har kuni xalq bilan aloqaga kirishsangiz, muloqotga kirishsangiz, doktorlar bilan uchrashamiz, shifokor, o'qituvchilar bilan uchrashamiz yoki aytaylik yoshlar bilan uchrashamiz. Siz juda katta farqlansangiz, juda katta o'rtada nima borligini bilsa, hech kim sizga dardini aytmaydi. Shunaqa. Hech kim. Tabiiyki ensasi qotadi, qimmat kostyum-shimlarda kirib borsangiz mahallalarga. Qimmat kostyum-shimlarda yoki aytaylik qimmat nimalarda oyoq kiyimlarda kirib borsangiz yoki komfortdan tushib kelayotganingizni ko'rsangiz, u odamlar aytadiki, bu meni dardimni qatdan his qiladi deydi. Tushunmaydi meni deydi, sizga ochilmaydi, yorilmaydi. Yoki qanaqadir o'rtada qo'rquv bo'ladi. Siz katta bir tizim ichida ishlayapsiz. Tizimni ichidan o'zgartirish mumkinmi? Ayniqsa ayollar o'zgartirish mumkinmi yoki tizimni o'zi odamlarni o'zgartiraveradimi? Va umuman mana shu tizim sizdagi biror, masalan, yaqin 10 yil ichida sizdagi biror bir xarakteringizni qanchalik o'zgartirdi, yaxshi tomonga yoki yomon tomonga, shu haqida fikringiz juda ham qiziq. Tizim o'z nomi bilan tizim. Tizim, tartib o'zgarish kerak emas deb o'ylayman. Va tizim, tartib shaxslarga bog'lanmasligi kerak deb doim uqtirishadi bizga. Tizim ishlashi kerak deydilar. Hurmatli prezidentimiz ham va tizim to'g'ri ishlashi kerak. Tizim to'g'ri ishlashi kerak deydi. Tizim to'g'ri ishlashi uchun
uni mexanizmlarini yuritadigan to'g'ri kadrlar tanlanishi muhim. Va mana shu to'g'ri kadrlar tanlanishi shu tizimni o'zgartirish kerak emas, tizim ularni o'zgartirish kerak emas o'zi aslida. Chunki ular o'sha tizimni ma'lum bir funksiyalarini bajarish hisobiga demak ishlashi kerak. Tizimdagi qiyinchiliklar oilangizda aks etadimi demoqchisiz? Albatta bo'ladi. Yo'q desam yolg'on bo'ladi. Negaki qanday siz kayfiyat bilan kirsangiz uyga, shu kayfiyat hukmronlik qiladi. Shuning uchun iloji boricha men o'ylaymanki, ishdagi muammolarni hal qilib turib oilaga kirish kerak. Ishdagi muammoingiz bilan hal qilmadingizmi, o'sha kuni yechmadingizmi u muammoni, o'sha kuni kompromissga bormadingizmi, o'sha kuni o'rtalikni topa olmadingizmi yoki o'sha kuni siz yechim bera olmagan kuningiz oilangizda ham shu chalkashlik davom etadi. Yoki oilangizdagi beqarorlik ishingizda ham davom etadi. Bu halovat, ishdagi halovat, oiladagi halovat bir-biriga inersiya beradigan jarayon hisoblanadi. Kim inkor etishi mumkin? Men ishimda tashlab ketaman, oilamga ta'sir qilmaydi yoki oilamda tashlab ketaman, ishimga ta'sir erkaklarda ham ta'sir qilmaydi. Doimiy ravishda bu demak insonga tonus beradigan jarayonlar hisoblanadi. Shuning uchun muammoni joyida kesish kerak. Ko'p qizlarimiz muvaffaqiyat va baxt orasida tanlov qilish kerak deb o'ylashadi, lekin ayol o'zi xohlagan hayotni qurishga haqli. Masala ayolning nimalarga ulgurishida emas, balki jamiyat unga qanaqa imkoniyatlar yaratayotganida. Bugungi samimiy suhbat uchun rahmat Durdona opa, juda ham foydali, qiziqarli bo'ldi. Faoliyatingizda, mas'uliyatli faoliyatingizda omad tilaymiz. Yana kelgusi safar boshqa podkastlarimizda, yangi intervyularda, boshqa tadbirlarda ko'rishguncha. Kommentlarda yana gaplashamiz. Sinchalik podkastni eshitganingiz uchun rahmat. Katta rahmat taklif qilganingiz uchun. Rahmat, zo'r. Isib ketdik, hammasi yaxshi.